Qur'oni Karimda bir oyat bor. Bu oyatni o'qir ekanman, juda hayratlanaman. Iloji yo'q hayratlanmaslikni. Alloh aytadiki, Astaizu billah: Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahar. Yer va osmonlarni yaratilishida, kecha va kunduzni almashinishida, val fulkillati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dengizlarda kemalarni odamlarga manfaatli bir shaklda suzib yurishligida, va ma anzalallohu minas samai min ma. Allohni osmondan tushirayotgan qor, yomg'ir suvlarida fa ahya bihil arda ba'da mawtiha. Oldin tirik bo'lib, keyin o'lgan yerlarni bu suvlar natijasida yana qaytadan tirilishida, va bassa fiha min kulli dabbatin va tasrifir riyah. Va u yer yuzidagi tarqalgan butun tirik jonlarda shamollarni sharqdan g'arbga, g'arbdan sharqqa tasrifida, yo'nalishida, was-sahabil musakhkhari baynas samai val ard. Yer va osmon orasida musaxxar bo'lgan, ko'rinishidan yengil, ammo lekin o'zida tonnalab og'ir suvlarni, yomg'irlarni toshib yuradigan bulutlarda la ayatin liqaumin yaqilun. Aql egalari uchun, aqllarini ishlatadiganlar uchun oyatlar, mo'jizalar bordir. Qarang, nechta narsa sanab o'tildi. Har birini ustida soatlarcha bosh qotirsangiz, aql yuritsangiz, har safarida Alloh taoloni qudratiga, Alloh taoloni ulug'ligiga tan bermasdan ilojiz yo'q. Allohni yaratganlari yer va osmonlardan, kecha kunduzlardan, tushayotgan suvlardan, natijalardan, bularni barchasidan faqat va faqat Alloh azza va jallani naqadar ulug' ekanligini, buyuk ekanligini tushunishimiz mumkin bo'ladi.